aka. Mashinani berib tur aka. Oshnalarim bilan zarilishim bor, shuni borib kelib. Senda bor zarilish, menda ham bor. Aka, berib turgin. Meni mashinamni ushamasa. Aka, berib tur deyapti. Nimaga endi sen uchun mashina berishim kerak? Bitta sen uchun emas, mashina hamma uchun olgan, tushundingmi? Sen uchun emas. Mendan oshganda kelgan minasan, tushundingmi? Berib tur aka, oshnalarim. Biz dunyo talashib, uy talashib, yer talashib, bir-birini qoziga, hatto sudga olib borib, bir-biri bilan pichoqbozlikkacha borayotganini, yuz ko'rmas darajada urushib, janjallashib ketayotganini ko'ryapmiz. Mana bu hech qaysi qoidaga, islom madaniyatiga to'g'ri kelmaydigan ishdir azizlar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamda o'zlaridan o'rnak olaylik. U zot barakot qanchalik darajada siyra rahimlik edilar. Aka uka qo'mi qarindoshni holidan xabar olish, bir-biriga yaxshilik qilishlikni odatda